Bugun biz sizlar bilan mana shunday narsani qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun biz Chrome ochib olamiz va bu yerning qidiruv paneliga Shimeji deb yozamiz va buni kika.com dan yuklab olishimiz kerak. Download now'ni bosamiz va bu yerga o'tadi. Bu zip fayl, buni ochamiz. İçinde Shimeji ni ochishimiz kerak. Buning uchun bizga Java kerak bo'ladi. Qidiruv paneliga Java download for Windows deb yozamiz va Javaning o'zining original saytidan yuklab olishimiz kerak. Bundan pastga tushamiz va mana shu versiyasi bizga kerak. Ustiga bir marta bosganimizdan so'ng yuklanishga o'tadi. Bu menda borligi uchun menga shart emas. Endi boyagi zip faylga o'tamiz va Shimeji ni bosamiz. Bu ochilmaydi. Buning uchun biz ekstrakt qilishimiz kerak. Xohlagan papkamizni ekstrakt qilamiz va o'zi ochiladi va ustiga 2 marta bosganimizdan keyin bu ishga tushadi. Va tepadan o'zi mana shu tushib keladi, oq odamcha. Mana bu juda ham qiziqarli narsa. Buni sizlarga ham tavsiya qilaman. Shunday harakatlantirish uchun yaxshi narsa. Buning yuklash silkasini men описаниеda qoldiraman.